BMW mashhur bo'lib ketyapti, Mercedes qolib ketyapti. Obzorimizda BMW M5 F90 Competition. Shu mashina Zero Performance da tuning qilingan. Mashinada Stage 2 turibdi. Tuninglardan ko'p narsasi bor. Texnik tarafdan agar borsak, pusk, выпуск полностью mashina уже stok umuman bo'lmaydi. Bu hamma narsasida tuning bo'lingan. Впускной, men shu narsani tushunmayman. Mana shu Eventuri turibdi, menga aytishdi, bu впуск hisoblanadi. Bu впускlardan iPhone hisoblanadi yoki Dyson hisoblanadi. Eng zo'r впускной sistemasi Eventuridan qo'yilgan. 800 dan oshiq ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 2-6 sekund ketadi. O'zbekistonda shunaqa BMWlar juda ham kam. Bo'lsa ham 1-2tasi bo'ladi. Eng bu birinchisi bu. Mashina sportivniy zanijeniyaga turibdi. Bu oddiy emas. MK dan anchadan aqlliroq zanijeniyasi. Va ya'ni diskasini ahamiyat beringlar. Dizayn hech qayerda umuman ko'rmaganman. Kovani zakazga qilingan. Tormoznoy sistemasi ham полностью butun mashina tuningdan o'tgan. Mashina karbon fiber bilan jihozlangan. Ko'pinchasi kapotini qo'yadi, bamperini qo'yadi. Hamma narsasiga tiqib karbon. Bu meni fikrim bo'yicha unchalik chiroyli emas. Mashinani vidiga detal qilsangiz ancha zo'r ko'rinadi.